ketibdilar. Yana bitta motoblokka organimiz bitdi. Bu gusilnishni, ya'ni sepli motoblokka bo'lyapti. Yana 7 tali motoblokni men bu bilan razmerini qisqartirib bitta gat ichida yuradigan narsaga moslashtirdik. Mana temir balon qilib berdik. Bu safar har bitta balon 10,5 kilodan chiqadi. 27 lik truba 270 ham deyiladi. Qalinligi 1 sm. O'rtasiga qo'yganimiz listdan kestirib qo'ydik. Bu 0,8. Xo'p, umumiy balandligi 36 bo'ldi. 36 bo'ldi. Bu mana bu uchidan bu uchiga uchun temir balon qildik. Bundan kattalarni ham qilsa bo'ladi. Endi bunga keladigan bo'lsak, bu yana o'sha vintlik zamok. Hop, bu tomondan motoblok ulanadi. Mana shunday anaqa tushadi. Nima deydi? Bunisi hop. Yana razmer o'sha vint bilan buraladi mana. Buni shunda chuqur yalant olishi o'zgaradi. Hop, betni yechib buni qo'ysak, haydaydigan bo'ladi. Xohlagan narsani qo'yib ishlab berish mumkin ekinga. Agar shunaqa narsalar kerak bo'lsa, YouTube'da Usta Avazbek kanaliga kirib zakaz qilsangiz, zakazlarni bajarib beramiz. Katta rahmat.